Ota mana 80 yoshingizda farzandli bo'libsiz-a? Albatta, ismini ham 80 voy qo'yganman. O'limga atab, jo'ralariga atab, mana shu to'yiga Amazon o'rmonlaridan King Kongni chaqirganman. Demak, davramiz markaziga King Kongni taklif etamiz. Gulras qarsagiylar. 48 gradus issiqda atalan chiqib qolmasa bo'ldi. Bu hali hammasi emas, to'y bolamizning otasida yana sovg'alari bor ekan. O'limi jo'ralariga oyishidan Poppy Pop olib keldi. Poppy Pop rostdan zo'r ekan-a? Mazaligini qara, 7 yoshdan 70 yoshgacha ketaveradi. Alo. Ali aka, boyvachchoqdan suvchilik keldi. Tezroq harakat qilmasangiz uydagilar rozilik berib yuborishadi. Hozir yetib boraman. Ano maymun qayga ketdi? Pulini ham bermodim. Ha, bo'pti, yuringlar Poppy Poppymiz. Kinoni ham oshirib yuboradi-da. Maymun ot minib olgan. Qizingizni o'zingiz katta qilgan ekansiz. Chaqirsangiz bir ko'rsam. Ha, mayli. Qizim, choy olib kel. Xullas shu maymuni yaxshi ko'rasanmi? Maymun emas, ichidagi bolani. Ey, kiyimidan bilding nima ish qilishini. Ama attiri ko'rsang bo'ladimi buni? Chiqaraman buni. Mana onun ichida 50 gradusli issiqqa chidayman, lekin mana ukang orqadagi havo beradigan demaxotga gaz berib yotibdi. No'xat yedingmi? Tur yuqor qo'ying. Rasma, tamam bo'ldik, pishdik, rasvo bo'ldik. Opel budjetdan yutqizib qo'yamiz. Enayni ammasini uyda baqiryapsanmi? Men senga necha marta aytdim, pul yig'aylik, shaharga boraylik, yog' tarqataylik, ovoz olaylik dedim, to'g'rimi? Ya bu Vatikanda 300 ta odam bor qishlog'ingachi, qo'y yog'i ham yutolmaysan. Bo'ldi, opten budjet haqida gapirishma. Men mahallani mazgisini tirab kelay. Men necha marta aytdim, pul yig'aylik dedim. Endi mana yamada yurishor mashinani hada o'yini ketkizib. Mahallani obodonchiligiga qarash. Endi jiddiy bo'lasizmi, bolam? Ko'zingga nima qildi? Ko'zim sotib iPhone oldim. Yonma-yo! Pochkasini sotib iPhone olgan odamni eshitdim. Ko'zini sotgan odamni birinchi marta eshitishim. Parasatiyo, endi nimani ko'rasan? Shuni o'ylayapman-da, rais bu. Odamlar nimcha darmet bo'lib ketyapti, davlina pavlina ham oshib ketyapti. Mahallada shu deport berib yuboringlar, ketay. Baqaka do'mman qo'limga chesot. O'zingni bos, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? O'qishga kirolmaganda bu yana. Kirometda. Itda ishlatasan-da, imtihonga 1 oy qolganda repetitorga jo'natasan. O'zi bizda shunaqa-yu. 1 oyda o'g'ling geniy bo'lib qoladi, dada. Men 1 oyda ichida samolyot yaratdim deb. Velosiped ham yasolmaydi. Yo'q ko'tarib kelyapti mana u. O'g'ling chaqir. Yo'q qadab kelyapsan. Rais bu shahardan Open budjetdan oldim. Bitta ovozga bitta yog' berayotgan ekan. Endi ro'zg'orga-da. Shipon gap o'tish ambulatoriyaga admin qilamiz. Rais voy kechiring, iltimos, boshqa qaytarilmaydi. Kanishda boshqa qaytarilmaydi. Bitta nomerda bitta ovoz berasan. Boshqa mahallaga ovoz berdingmi? Sotqin hisoblanasan. Endi somsog'onaga sous bo'lasan. Faqat qo'lingni olib tez yur. Chitirtasiz. Bizbet kuyovim kelyapti, eshikni yopib olaman, uyda hech kim yo'q deb qaytib ketadi. Nozim aka! Mososiramasdan poylamash kerak-da, turing o'rningizdan. Voy, qizim kelishini ham aytib qo'ymaysan. Xuddi qo'y-poy so'yib kutib oladigandek gapirma. Nozim aka qaytdi. Voy, oyi. Pochcha, dadam ham appendiz bo'lib qoldi. Ko'rmaysizmi? Zo'r. O'laman desa, bu kulaman deydi. Kuyov bola, o'lasadan yeb o'tiring. Voy, qalampir achchiq. Voy, qaynoq. Appendiz oldingizmi? Damam ketibdi o'zi. Yegansizda mashina kelganini mana shunaqasiga tiqqansiz. Keyin ichakka axlat tiqilib qolganda, keyin ichak ham aytgan, "May ammangni yegan ovqatiga" deganda appendiz qilib yuborgan.
Ha, mana undan ko'ra Flavis'da yangi chiqqan Amerikadan keltirilgan moviy malina tamligini iching. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Vahshiy zo'r suv chiqqan, ichlaringizni tozalaydi. O'zbekistonning Luboy hududidan topsangiz bo'ladi. Men iching. Ha, o'xshatmang, iching. Kuyov bola, anchadan beri go'sht yemayapmiz. Ichimiz ham shilinib ketdi. Mana shu qo'yni so'yib bering. Voy, men qondan qo'rqaman. Qanaqa yer tanlagansan? Voy, kuyov, qo'ying. Ey, kuyov bola qayoqqa olib ketyapsiz? Ha, sizga magazinda go'sht olib beraman, uyga olib ketyapman. Qo'yni joyiga olib borib qo'ying, hamma. Nima qovog'ingizni solyapsiz? Bitta qo'yib bersangiz beribsiz-da kuyovingizga. Kuling, yuzingizni unaq turmang, kuling. Unaqa qilmang. Kuling. Voy, unaqa qilmang kuyov bola. Operatsiya joyi ochilib ketadi. Operatsiya joyi ochilib ketdi. Sizlar skoriy chaqiringlar, men qo'yni uyga tashab kelaman. Yasho, hoy! Hoy, hoy. Yasho, hoy! Hoy, hoy. Yasho, hoy! Hoy. Parasati yo'q, masosramay o'la. Bolalarni so'kormang. Hozir hoy qilib qo'yaman, jimotar. Yasho, hoy! Hoy, hoy. Chiroyli qil, jahl qilmasdan. Yasho, hoy! Hoy, hoy. Bittasini bermang dada. Meni ammasini uyini talashyapsanmi? Dada olma bermayapti. Meniki bu. Bo'kkini yeysanlar mashallah. Dada hammasini yeyolmaymiz-ku. Yeysan! Tez bo'l, yana bir so'mga turibdi. Yeysanmi? Ikkinchi aka-ukalar narsa talashishgan. Voy dadasi, bolalarimga nima qildi? Bo'kib qoldi. Endi nima qilamiz? Ha, hozir klizma chaqirganman. Yana o'zi ham keldi. Kimdan boshlaymiz? Rahimboy, o'g'lim qaydasan? Zapravkadan chiqdim, dada, tinchlikmi? Kim bilan kelding? Shu Ruslan ukam deysiz. Dada, mana hozir qaytyapman, esdan chiqib qolibdi, uzr. Tez-tezga qo'y yog'i. Bu darmet bolalar dastidan Xonsaroyda megaplanetda oldida joylashgan Xonsaroy yulduzi loyihasida uy olib chiqib ketamanmi deyman-da. Gazga hayda. Gaz oldim, dada. Senga gaz olamiz. Parasati yo'q. Dadam uxlayapti ham demaydi. Boshimda qoq, boshimda. Xo'p. Hozir somsaxonaga sous qilaman. To'roningdan qo'y yog'lar, soat 3 bo'lyapti, nahorga oshkul yemaymiz. O'zi 2da uxladik-ku dada. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Qizing turdimi? Ha, 2da salonga ketdi. 8da qaytadi. Yo'nbay, 8gacha bo'yanar ekanmi? Qulog'imni sochim bilan bekitib yurganman-da, bugun to'yim, endi nima qilaman? Xavotirlanmang, Salim. Men professional bo'lib ketganman. Qulog'ingizni super kala bilan yopishtirib qo'yamiz. Hamma shu striylar choyxonachi bo'lgan. Aytda chollarga osh kirganda qoshiq kirmagan. Tezlash qo'y yog'lar. Ha, dadasi chaqirdingizmi? Men senga necha marta aytganman, ukangni skladga qo'ymaylik deb. Etta bilan ichib-olibdi. To'la qulluq bo'lsin. Rahmat. Mana qara to'yni ishlar uchta endi. Anchaga tushdi, ana mebel bilan kiyim-kechakka ancha ketib qoldi. 30 ta qog'oz ketdi. Voy, namuncha arzonroqqa bitirsa bo'lardi-yu. Qanaqa qilib? Mana mumkin degan ilova bor. Play Market yoki App Store'dan skachasi qilib olasan. Bundan-chi bilasanmi, katta skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi. Hey, kiyim-kechak deysanmi, mebel deysanmi, bitovoy texnika deysanmi, katta nima mahsulotga skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi, tushundingmi? To'yin ham arzonga bitardi. Qo'shnim bo'lib turib, to'y kuni aytasanmi? Qo'y yog'i. Sendaqa qo'shnim. Amin. Avullama. Borgan joyingda toshdek qol qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qariga. Nima bo'ldi? Super klip qo'yib bordi. Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning gullar uchaman desam, ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Arabboyga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelaylik. Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigiz shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolmay indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onang ham kirdi, miyasi zo'r ishlaydi ona. Uyalma, erkak kishsan.
Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroyda Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% gacha chegirma bo'lyapti. Ana shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmasi xudo, kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri Marapo aka. O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdim eshitmaydi deb. A bo'l, tog'a qiynalmay o'zim chaqiraman. Ko'zqan. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylar. Ha, so'rintaydi ekan. Mishiga yeb ketmasa, qarang. Qarish. Mashinada gaz ham, benzin ham tugabdi. Uka chiqyapsizmi? Mana podyezdingiz eshigini tagiga mana 1 metr qoldi. Chiqasiz, ketamiz uka. Ha, aka, men eshikkacha belgilaganman-a. Ya uka, mashina zinapayaga sig'maydi, yo diq qilib chiqaymi, yo ko'tarib olib tushaymi? Shu qo'yag'iga o'xshamasdan. O yangi klient onasiga gul olibdi-da. Ha, mujik. Har bir istagimning chorasini topgan menga to. Assalomu alaykum. Ketdi-ya. Voy, Dugosh 14-fevralga zo'r gul berdi. Daysin ham berdi. Yaqinda to'y. Bo'pti, Dugosh gaplashamiz. Amaki, xolasiz masaj qilib qo'yaman. Mashinani ham naskimi yo'la xotin kelach. Uka kavlashib yuboraman, chiqmayapti shekilli-da, ha? Nima qilyapsiz? Qo'lingizni oling, Haldan beri bunningni kavlab kelyapsan. Miyeni sug'urib olmagin. Mashinada bunningni kavlab qo'ydi qo'ltig'i. Burr ambulatoriyaga men qilib qo'yaman. Normallik gapiring, kishi mashinadan. O'zingni bos, urish nimadan chiqibdi desa, burun kavlashdan chiqibdi deyishmasin. Seni ursam uyat bo'ladi. Hozir sen tentur ukam chaqiraman. Davay chaqiring. Ishongan ukangiz keldimi o'zi? Ha, jiyanim keldi. Ishtoningni ho'l qilib qo'ymasang bo'ldi. Burgut, bos. Ha, menga ham tuting. Ha, seni chaching bor-ku. Nozim. Ha, qaynota. Kelinglar. Ha, oxirgi payt siz ham shu ovoryapsiz, qaynota. Testosteron ham sizga qarab, pashol nariroq tur deyapti. Qilgan ishlaringizda ayabdan jag'i qiyshayib qopti. Ay yo'g'i, yonchini oldirganda narkoz ta'siri. Kelinglar. Kuyov bola xush kelibsiz. Bu meni xizmatdoshim, hindistonlik, mehmon bo'lib ketdi. Namaste. Здравствуйте. Kiyovjicha, latta hai. Ay, kuyov bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, iftorlikka poli shirinliklarni olib keldim. Mazasini aytmaysizmi? Shirin va qarsildoq. Bolajonlar ham zo'rnasi yeganda bu. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqilaveradi. Hindistonga ham berib yuboramiz, uka. Dadasi iftorga nima ovqat qilay? Kuyov bola siz ayting, iftorlikka nima ovqat qilsin? Mol go'shtidan bitta yaxshi sho'rva tashasin. Mol go'shti? Mol go'shtini yeyish kerak, quvvat bo'ladi. Molga ham sig'inadi. Ha, bitta qilib benzin sarflab, mana qilib 3 marta qaravermasdan. Yomg'irlar olib ketdi yarimni. Aytaman kimga dardu zarim. Yo, og'iz ocharga 5 minut qoldi, mana ular qilayotgan ishini qaranglar. Kim o'rgatdi bularga TikTokga kirishni? Voy! Yomg'irlar olib ketdi yarimni. Jichika chopib ketdikmi deyman-da. Mana sunnayin qulog'imga teyyapti. Yana keldik. Tush. To'y boshiga qarab chalamiz. Menga qarang, karnesini keldimi? Ha, mana kelishdi mana. Onangni kech qolib ketdik-da. Tez ketdik. Kirokani baqajar qilib. Unda so'raylar. Kelinglar. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qo'shnikiga pataxali bo'lib qoluvdi. O'shanga kelinni karnesini olib chiqib keta olasizlar. Bo'l. Baxtli bo'linglar. Rahmat bo'ling. Kerak emas, karnesini, kerak emas. Ha, X chaldi ham. X. Chalma, endi nima deyapti? Yeysan. Yacha qilib chol deyapti.
Kecha noto'g'ri tushundik shekilli. Big'illatgani kelyapti. Turgani kelyapti qoshdek. Mahallamiz o'ta go'zal, juda ham. Onangni gir. Uni bizni urgan kuyov bolami? Bizni uromidi? Qo'lyaqsin chiqaradi. Big'illatamiz, yurchi. Sen bizni urodingni o'rtoqlaring bilan bizni mahallada nima qilyapsan? Kimsizlar o'zi? O'zim. Ben tanımayapsan. Men mahallani biratan lo'hasi bo'lim. Opa, lo'ha, delayet niploha. O, ashu. Oshnam tanıyapsanmi? Varata mo'ylov. Bir urama, onangni ham gir. Voydot. Mo'yloving teskari qilib qo'yadi. Yo'mga shabada deyapti. Ye. Lutfullo sen gaplashadigan ekanda. Assalomu alaykum jigarlar. Ulug' ayyom kunida nima qilamiz? Urushib, mana ko'rib turibman, mashinada yurarkansizlar, baloni Nissi ekan. Sizlarga 4 dona barshinalar dab kelganman. Buni taqasizlar, kemada ketganda yumshoq ketasizlar. Jahon standartlariga bemalol big'illatib javob beraveradi. Mana olinglar. Yo'q, bu yoqlar qara. Sizlarni ko'rib, balonlar ham yurib ketib yordi, mehmonlar.